buqa. Judayam katta ekan. 100 kilo, 120 kilo go'sht qiladi do'stlar. 8000 deyapti, bu ham 115 dollar. Oval dışarıdan deyip veremezsen. Go'shtlar nereden baba? To'qli go'sht. 440 var. 440. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana bizda bugun juma kuni 16-may. Mana Qurbon hayitiga bir 2 haftadan ko'proq qoldi. Do'stlar, mana qurbonlik olayotganlar bor ekan. Mollar narxini ko'rsatamiz. Mana qurbonlikka yaqin 2 haftadan ko'proq qoldi. Hamma kim shu qurbonlik olishyapti-da. Mana buqa, qo'y, shunaqa tovoni yetganlar mana buqa olyapti. Yetmaganlar mana bunaqa kichkina qo'zichoqlar bor, qo'chqor. O'shalardan olishyapti. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana qurbonlik olayotganlarning oldiga boramiz. Narxlar qanaqa ekan? Mana hayit bayram kelyapti, hamma kim shu qurbonlik olyapti. Mana yana bu bozordan keyin bizda yo bir bozor yo ikki bozor keladi-da. Menimcha bir bozor, ikki bozor keladi, ikki bozor. 2 haftadan ko'proq qoldi. Shu 18-19 kun bor. Hamma kim mana qurbonlik olishyapti do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana video davomida ko'rasizlar mollar narxi qanaqa ekan. Afg'onistonning Balx viloyati To'qay qishlog'i do'stlar, Surxondaryo bilan chegaradosh hududda. Mana videoni kuzatib turinglar. Mana video davomida mollar narxini ko'rasizlar. Oval dışarıdan deyip veremezsen. Set bize dışarıdan deyip veremiyor. Mana do'stlar, bu yerda mayda qo'ylar bor ekan, qo'y, qo'zichoq, qo'chqor. Ularning narxi qancha ekan? Mana do'stlar, tovoni yetmaganlar mana shunaqa maydarog'ini oladi-da. Mana oilasi kichik bo'lsa mana shunaqa qo'ylardan olishadi. Qanchadan bular? 7,5-8 mingdan diyorman bu kattalarimiz. Shu qazoqlar 7,5-8 ha? Mana do'stlar, 100 dollar ekan, 7000. 100 dollar, 115 dollar shunaqa narx qo'yapti katta raqamni. Saylab olsa 7000-8000 mi? Ha, nadir voy, bormi? Dayami? Mana, dayami tekmi? Yo'q, narxini so'raysiz. Narxini qaydlarja. Yeriqim var. Shuni nima bali nima tellava. Ha do'stlar, shuni ichidan saylab xohlaganini saylab olsa 8000 ekan, oxir narxi 8000. 115 dollar bo'ladi. 115 dollar. Mana do'stlar, bu ham Assalomu alaykum. Xo'bsan ko'kam. Mana do'stlar, bu yerda taka bor ekan, taka 8000. Qurbonlikmi bu? Men qurbonlikka olib kelishgan ekan. Narxi 8000 deyapti, bu ham 115 dollar. Al qarradami? Tevdişe oğluğa. Mana do'stlar, 8000 afg'oni taka. 115 dollar. Sıcağada bu böyle kana. Qaysi? Kudanish badaf jama bu. 6 tane çan bütün. 6 tane, 6 Yazda veri, yazda. Mana do'stlar, shu 6 tane 12 milyon so'm deyapti, 1000 dollar. 6 tane 1000 dollar. Altı tane 1000 dollar deyapti, o'zbek puliga 12 milyon so'm. Mana shu 6 tane 11 mingdan narx qo'yapti, 11 mingdan.
necha kiribdi? Alman ro'ga. To'yibdimi? Mana do'stlar buqa. Qancha deyeka shuni? Bo'ldi uni. Kimdan bu? Buqa go'sht, buqa. Judayam katta ekan. 100 kilo, 120 kilo go'sht qiladi do'stlar. 120 kilo. Ha. Mana do'stlar. Mana ular qo'chqor. Mana shu oq qo'chqorni $150 deyapti. $150. 10 ming afg'oni bo'ladi. $150. $150 deyapti mana shu oq qo'chqorni. Juda ham qimmat do'stlar. Mana do'stlar, hamma kim olib kelgan qo'y, qo'zi, echki, sigir, buqa sotish uchun. Mana yoshgina qo'zichoqlar ham bor do'stlar. Qanchadan bular? Eski buni. Esi yo'q de. Katta qo'chqorlar bor ekan, bular ancha qimmat bo'lsa kerak. Qariyb $200 bo'lsa kerak har bir narxi. Juda ham semiz ekan. Mana bu yerda kichkina qo'zichoqlar ham bor. Shu g'arib nima oilalar ham ketirishyapti muhtojlikdan sotish uchun. Mana do'stlar bu yog'i shu sabzi, piyoz, kartoshka sotadigan joy. Bu yerdan go'shtlar narxini so'raymiz. 1 kilo go'sht qancha ekan? Mana do'stlar bu yerda go'sht sotayotgan bobo bor ekan. Kilosini so'raymiz. Qo'y go'shti qancha ekan kilosi? Arman bobo. Assalomu alaykum. Alay. Dayovmi? Teklami? Go'shtlar nereden baba? Toklu go'sht. 440 var. 440. Sen kim oğlu? 440. Bular to'qildir ha ikisi. Ha toklu. Qo'chqar. Mana do'stlar, qo'y go'shti 440 afg'on ekan. Baran go'sht. 440 afg'oni bo'lsa, shu Hayır oğlum hayır. Abba. Ana aldım taylağımı. Kilo 11, kilo 10 vereyim. 10 takılı ikaladan. Baran go'sht. Karasoy. Malçık karasoy. Rusiy neydi o'rgandingiz? Ben atam olsun diye. Xo'p. Mana do'stlar, otamiz rus tilini biladi deyapti. Kıstalını tek. Adınız nima? Adıngiz so'ramiz yo'q shuncha filmda ol. Adıma Pir Baba. Pir Napas baba deng. Mana do'stlar. 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. 2 yıl 10, 2 yıl 10. Ey. Bak bir onluk ver. Baba, el tatlıya verdi. Var bunun da. Nerede? Hala. Ey maymunlar matar. Hele stiklange deydi o kaç para terken bana bak. Höcek go'shtlar nereden baba? Höcek go'sht. Höcek göz 380 oğanı. Mana do'stlar, buqa go'shti 380 afg'on ekan. Baba, go'sht o'zingiz. Mana bu qo'y go'shtlari.
Muxlisiniz aslında. Beli? Göğüste taraf muxlisiniz diye. Ha ya Nabatı Kadır'dan ülfet emme dengdurşumu oğlanlar oluyor. Ha. Kırarsa